Bu yoqqa bitta qarab qo'ying. Video. Zo'radan. O, setkani bitta ko'tarib qo'ying endi, to'xtab turing endi. Mana sal yaqinlashtirib olayda. Ana setkada vallahi ko'ringlar mana. Akulalar. Va qo'lidagi. O, yerda bitta odam o'tiribdi mana. Oralarda kattalari bor mana. O'tyapti. O lazımlar gibi tüyleştirdim onu. Hop. Vay asa. Sekin. O. Ana. Beni letkeme yap ketdiniz. Wow. Ona koyun bunu. Maç 30 mu 25 bu ha? 30. Oğlum 20'da mana bayağı yana 10 bordi. Oo, başladı. Gap yo'q ama aka. Ana shuni oladida, ana. Ağzı bakıp düşüyor. Neçi var aka? Oh. Hayır. 30 ekene? Ne kolu düşeyim? Katta ekan. Bir g'arib 20'da. Ha. Yana bir 10 bor. Ashnaqa? Ha? 30. Zo'r. Yesi ham aytadi. Gap yo'q. O lazımlar kenar chiqaryapti kattasini. Ana. Hani aka? Yaqinroqdan kerak, yaqinroqdan kerak. Voy, yonboshmi eshik? Yonbosh. 30 ekana? Voshi. Oqqurtga soldim. Hamkasblar. Juda qiynavordi bu Farir. Ko'rinyaptimi? Biz akalar Qoradaryoda tutyapmiz. Ustam chaqirib qoldi mana. Mana Farilni qaranglar, mana Farilni. Voy jonim. 2 kilolik farel ushlab olibdi o'zi ham. Bu ham bir
Omad desam omad emas, ustalari ustada baribir. Конечно. Usta gruppadagilar salom deb qo'ying endi. Balada qaranglar. Mana Vashaka mushak mashinada 2 kilo bor. Gap yo'q ama. Assalomu alaykum. Hamkasblar, tuzimsizlar. Sog'liklar yaxshimi? Mana Xudoyim berib qoldi. Farellashib qoldi bitta. Uzunligi deyarli 1,5 metr, 2 kilo 300 chiqdi. 20 lik leska 09 kurchok delfin provodkaga. Mana bu Qordaryoning 18, 15, 20 marinkalari. Mayli hamkasblar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. O jonim mana. Mana 30. Avariyalar. Yomon olib ketdi o'zi. To'xta. O'zi ham mana shu jag'idan ilinib qopti. Voy asa. Mana. Vashi maza qildi mana. Ahli guruh mana bugungi natija Qoradaryo. Yaxshilari chiqib qoldi mana 2 soatda. Mana 2 kilo bor. Buna toshkalarda. Alışır aka. Mana. 35 bo'ladi mana. Oq qurtga. O'zi ham yomon qoldi. Assalomu alaykum ahli guruhga. Bugungi natijalarni ko'rib olinglar mana. Yog'i ham sig'may mana. Qoralarda smerna. Xullas video chiqarmayman, video telefonni sotib yubordim iPhone. Yaxshi YouTube yaxshi pul to'lamayapti. Shuncha marinka mana 2 kilo 400 chiqdi. Molar 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 ta baliq. Andijonsoy nima? Xonobod, Andijonsoy, Sultonobod ichidan bo'ldi. Chigitga tugab qoldi, chigitga zo'r oldi. Hammasi tirik bo'ldi. Tak что, sog' bo'linglar.